kelishligi qanchalik sizga rahmat va bu farishtalar chiqib ketishligi sizga qanday oqibatlarni olib keladi. Xulosasi, it boqqan odamning uyida farishta bo'lmaydi. Suratlarning bo'lishligi. Surat deganda hozirgi kundagi fotografiya shunga tushadimi, tushmaydimi degan savolga ulamolar bir qancha javoblarni berishadi. Hozirgi bor bo'lgan fotografiyalar akalar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan rassomning surati emas. Qaysi surat man qilingan shariatda? Inson o'zining qo'li bilan jonli narsalarning suratini chizishligi. Endi bu fotografiya hozirgi berilgan fatvolarga ko'ra Allohning bir maxluqini aksi, suvdagi yoki oynadagi aksini singari. Demak, unga kirmaydi. Endi mana shu fotografiyani ham ilib qo'yishlik to'g'ri emas. Alhamdulillah bu narsa sekin-sekin ko'tarilib ketyapti. Otasiga bo'lgan hurmat, o'tib ketgan onasiga bo'lgan hurmat u suratni ilib qo'yishlik bilan bo'lsa, u hurmat nihoyatda arzon ekan. Chunki hurmat 5 mahal namoz o'qib, orqasidan haqqiga duo xayr qilishlik bilan bo'ladi. Xayr ehson qilib,